Tanlab olinglar mana 10 ming 15 mingdan berib yoqqanini tanlanglar. Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Bugun sizlar bilan Qo'qon Optim va Dona bozorini obzorini qilamiz. Oyoq kiyim bozoridan boshlaymiz. Bular pachkaga 65 ming, donaga 90 ming so'm ekan. Pachkaga 28 ming so'm ekan, donaga 40 ming so'm ekan. Mana bu damashniy tapichkalar pachkaga 42 ming so'm ekan, donaga 55 ming so'm ekan. Mana bu tapichkalar pachkaga 14 ming so'm ekan, donaga 20 ming so'm. Har biriga yuradimmi? Ko'proq olsa kelishtirib beriladi ekan. Buning uchun 12 ming berishadi. Mana bular pachkaga 80 ming so'm ekan, donaga 120 ming ekan. Do'konda aksiyalar boshlanibdi. Narxlar ancha past tushyapti. Bu donaliklar. 185 ming, 220 ming. Bu yoqda ham bor ekan. Skitkada 220 ming so'mdan kurtkalar. Eng uzun futbolkalar skitka bo'lyapti. 75 ming so'mdan, 95 ming so'mdan shimlar bor ekan. Normalniy. 65 ming so'mdan sviterlar skitka bo'lyapti ekan. Ranglar bor ekan. Bu bolalar uchun kostyum shimlar mana. Asarlar juda ham seroq. Ro'mollar arzon bo'lib ketdi. Bu yerda 10 ming so'm, 15 ming so'mdan aksiya bo'lyapti ekan mana. Tanlab olinglar mana 10 ming 15 mingdan berib yoqqanini tanlanglar. Mak-mak egallar bormi? Olib olinglar, shirini boshi urib.